Xo'p, darvozaxona kiraverish. Boyga aytganimdek, yana shu chap qo'ldagi o'zini dorika tapchanlab qo'yib, mikroklimatda ishlatilgan. Hop, bu yoq bo'lsa, уже xonamiz aka. Qarang, uyimiz уже 95% tayyor. Faqatgina shu eshigimizdan qo'ysak va antga shit qo'yib qo'ysak, biz hali biz o'ramadik buni, zakaz qilganmiz. Deyarli bo'ldi уже. Birinchi etap полный kafil qilingan. Kafil rangi yoki g'amdan. Xonamiz уже aboylar tayyor. Bu общий oshxona tipi, hashda hamma yig'ilib o'tiradigan xona. 100 o'sha ekandek, 30 kvadrat metrlik. Patologlar ham bo'lgan, patologlar ham juda tez, qanaqa qo'yganmiz. Zadvижный lampalar nima deyiladi uni? Esimga kelyapti. Вот sanuzel, именно shu etaj uchun ishlaydigan sanuzel. И va уже ikkinchi etajimizga qarab ketamiz. Kafillar ham tayyor. Okey, kafillar bo'lgan bu yoqda ham. Laminat emas bu yerda ham. Bizdan o'rab qo'yganmiz, panjara temiri. Bu yog'imiz laminat, no, siz kafilni atsenka beradi. Eshiklarni qo'ysa, xuddi shu kafilni o'ziga o'xshab effekt beradi. Qalindan qo'yilgan spesialni nasovis qilingan, okey. Bu endi детский qilib hisoblasak bo'ladi. Наружный видni ko'rsangiz, qo'shnilar to'yib o'tgan. Bu o'zimiz o'rab qo'yganmiz, hozir mikroklimat qo'yganimiz uchun ahamiyat beramiz. Bu zona shu uyga bo'ladi, bu zona keyingi xonadonniki bo'ladi. Tapchanlab qo'yib, bemalol sayt qilib o'tirsa bo'ladi, administrat qilib. Hop, keyingi xonamizga o'tsak. Bu 3 ta xona va 3 ta xonaga bitta sanuzel ishlaydi, okey. Bu уже spalni hisoblasak bo'ladi, rezidentskiy spalni. Bu ham alohida xona. Xona spalni, xona yana bir zal qilib ishlatsangiz bo'ladi. Tashqari fasadlar yana anaqasi, zeleniy zonasi bor. Uyimiz tayyor aka. Faqat shu eshiklarni kutyapmiz. Eshiklar kelsa, уже panjaralar bor, mayda uchta detallari bor, shuni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Uylarimizni ham уже egasiga topshiramiz agar nasib qilgan bo'lsa. То есть bu xonadan adashim aka, bu yerda 3 ta, и pastda bitta katta zal, 4 ta xonali ekan. Men bu nimasini qo'limdan 5-xona qilsa bo'ladi. Agar buni xona hisobida ishlatsangiz ham bo'ladi, yo forib. Chunki bu yerga bizga nima kerak emas. Mashina ham tashqarida turadi. Xohlasangiz bu yerni oshxona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Dallashim kim egasi bo'lsa tashqariga chiqib, bemalol hovli sifatida bu yerni tashqarida ishlatsa bo'ladi. Tashqarini ham olamiz. Mikroklimatda ishlab ketdi. Yomon emas aka, joylar, sharoitlar yaxshi. Devorlar atachinti.